Ya'ni Allohni qaysi holatda bo'lmaylik, namozimizni ado qilib bo'ldikmi, yon boshlaymizmi, yotamizmi, qaysi bir holatda bo'lmasin, Allohni zikr qilavering deyapti Alloh. Allohni zikridan to'xtamang. Doim yod oling. Ba'zi birda azlarimiz savol qilib so'rab qolishadi. Ya'ni yotib olgan holatimda zikr qilsam bo'ladimi? Betahorat, taholatim yo'q-u zikr qilsam bo'ladimi degan savollar tug'iladi. Muhtaram azizlar, zikr joiz, qachon bo'lsa ham. Hammamiz yaxshi bilamizki, mana ixtilom bo'lgan erkak Qur'ondan biror bir kalom ham, biror bir oyat ham o'qiy olmaydi. Yoki bo'lmasam ayollarimiz hayzli va nifosli bo'ladigan bo'lsa, biror bir oyat kalomidan bir oyat bo'lsa ham o'qimaydi. Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Lekin ularga nima joiz? Zikr joiz bo'laveradi. Qaysi zikr qilishmasin, qilishaveradi. Zikrda to'xtashmaydi. Istig'forda to'xtashmaydi. Salovatda to'xtashmaydi. Faqatgina muhtaramazlar Allohning kalomini o'qiy olishmaydi xolos. To g'usl qilinmagunlariga qadar. Va Alloh taolo Allohni ko'p zikr qilingiz degan so'zining ma'nosiga erta-yu kech, dengiz va quruqlikda ham, sog'liq va kasallikda ham, oshkor va maxfiy holatda ham Allohni zikr qiling deganidir. Qaysi holatda bo'lmaylik, Alloh taoloning zikridan to'xtashlikka aqlimiz yo'q turamiz. Allohning zikridan to'xtamasligimiz kerak. Hattoki qarang, kechasi Allohga zikr qilib, tasbih aytib, istig'for aytib, tavba aytib uxlaydigan bo'lsak, muhtaramazlar, tong otgunga qadar zikrda yotgan hukmida bo'lasiz. Qarang Allohning ne'matini. Qarang Allohning barakotini. Qaysi holatda uxlamang, zikr qildingizmi, tavba qildingizmi, tasbih aytib uxlab qoldingizmi, qo'lingizda tasbih bor. Uxlab qoldingizmi, siz tong otgunga qadar zikrdasiz. Mufassir Mujohid rahimahulloh aytadilarki, ko'p zikr qilish u zotni hech unutmaslikdir deb tafsiri Bag'aviy kitobida keltirgan ekanlar. Ya'ni u zotni hech unutmasligimiz, ya'ni unutmas ekanligimizni bayon qilyaptilar. Ya'ni Allohni qancha darajada zikr qiladigan bo'lsak, doim Alloh taolo siz bilan bizni qalbimizda va hamma vaqt zikrda bo'ladi.